Hammaga assalomu alaykum. Xayrli kecha azizlarim. Barchaga Qurbon hayiti muborak bo'lsin. Ilohim yurtimiz tinch bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin. Har birimizni xonadonimizdan fayzi barokat, yaxshi kunlar, xursandchiliklar hech qachon arimasin. Dasturxonimiz doimo to'la mana shunaqangi lamelladan shirinliklarga to'la boy bo'lsin o'rtoqlar. Baraka topishsin, dastavka qilib yetkazib berishdi. O'zimga ham qo'shib hayitli jo'natib yuborishdi. Bilaman hozir video ortida och ichida nima bor ekan deb qiziqmasizlar. Albatta men ham qiziqib ketganman. Shuning uchun yaqinroq kelamiz. Chiroyli qilib raspakovka qilamiz. Qaranglar, qanaqangi go'zallik. Voy, bemalol uyalmasdan mehmonlarga, tug'ilgan kunlarga, ayniqsa mana bu kichkinaginalarni qaranglar, potaxa korobkalarning ichiga solsanglar bo'ladi. Tug'ilgan kunmi, nimadir tadbirda tarelkalarning ustiga chiroyli qilib buni qo'yib qo'ysanglar bo'lar ekan. Vau, o'rtoqlar qaranglar. Amallarga kattakon rahmat. Tan joniga sog' bo'lsin. Qurbon hayiti barchamizga muborak bo'lsin.